yaxshilab etib beramiz. Bitta stolda bu egim usul tarbiyalangan mana oddiy silniroz payvandagida jerami olmasi. Egib paylaganimizdan keyin yaxshilab etib bersalaring mevali kurtaylarni ahamiyat beringlar. Mana hammasi mevali kurtaylar. Sababi egib paylagandan keyin mana mevali kurtaylar shakllangan. Pastdagi shoxlari kerak emas. Mayda shox. Mevali kurtaylar yayotgan mana. Yon shoxlarni buni taydan olib tashlaymiz. Katta qachida. Mana. Mevali kurtaylar bular yetadi. Bu mayda shoxlarni taydan bartaraf qilamiz. Bitta litrda qo'yamiz. Ikkinchi etabini ham xuddi shu holatda qilib egamiz.